Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan mana shunaqa sabzili pirog tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga 3 ta tuxum kerak bo'ladi. 3 ta tuxumni 150 gram shakar bilan mikser qilib olamiz. 5-6 daqiqa mikser qilishimiz kerak. Oppoq ko'pik bo'lib shakarimiz erib ketishi kerak. Keyin 2 ta sabzini cho'rkadan o'tkazdim. Shakarimiz yaxshilab erigandan keyin cho'rkadan o'tkazilgan sabzimizni sovolamiz. Keyin orqasidan 50 gram o'simlik yog'i solamiz. 170 gram unga 10 gram razrixli qo'shdim. Hamma masalliqlarimizni ketma-ketlikda sovolamiz va mikser qilamiz. Men bu arada gazim duxovkasini yoqib qo'yganman. 170 gradus qizigan duxovkada 35 daqiqada pishib chiqadi. Buni albatta hammasini videoda ko'rsatganman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like va kommentariyallaringizni kutaman. Bu ham vitaminli pirogimiz. Bolalarimizga juda ham yoqadi. Bolalarimiz uchun albatta tayyorlab ko'ramiz. Maslahat beraman, tayyorlab ko'rishinglarni. Buni hammasini opisaniyada men yozib qoldiraman. Necha gram narsa ketganlarini, mahsulotlarimiz necha gram ketganlarini yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib qilishinglarni, tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Juda ham shirin bo'ladi. Kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Like va kommentariyallaringizni kutaman. Mana hammasini ketma-ketlikda sovoldik, mikser qilib oldik. Endi duxovkani 22 diametrli qolipga solib pishirdim. Pergament qog'oz solib, qolipimizni qo'yib, xamirimizni solsak bo'ladi. Men mnogorazniy, ya'ni ko'p martalik ishlatiladigan olib qo'yganman. Shunaqa nimamiz bor. Teflonoviy bumaga deyiladi. Teflonoviy qog'oz. Siz одноразовыйda qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib hamma xamirimizni solib, tekslab olib, 180 gradusda 35 daqiqada pishirib olamiz. Tayyorlab ko'ring, juda ham bolalarimizga yoqadi. Hammasini videoda ko'rsatganman. Mana pishib chiqdi. Yasatish o'zingizning xohishingizga ko'ra bo'ladi. Men ustiga saxarning pudra sepdim. Albatta o'zini shundoq yonigacha yesa ham bo'ladi. Bezak bersangiz yana ham qiziqarliroq ko'rinadi. Yoqimli ishtaha, tayyorlab ko'ringlar. Like va kommentariyallaringizni kutaman. Xayr, salomat bo'ling.